Tünügünke safa telefon oynap yatsam, şunda bir nes kulak duyulurumdan vıngıldap uçup bitmemde. Nemek edip çaçırap kopup toknayan dostam, yuğalla bir şeperen kırıp aptı qırаңlı. Beyag yanlam yultuzna var qılımız go. Bizning baş qahraman işqi tushdi meni. Bomi yamanke yultuzga tutuq qo'yamdi, lekin yultuz bütün önaylarni ishqi selib, oxir tutdi buni. Nemeki bu şeperang deganni ko'rib baqmaptimanka yaqindan. Oxir o'zim bir ko'rib baqaydab yiniga basam mana yultuz bir xil o'zidan faqirlanib bedellarini yig'anglab ip chiqdi. Shunda qarsam yuğallı bir qop-qora şeperang tumamda. Yultuzning faqat qo'yg'isi yo'q. Yalvurib qoldim, buni yesingiz olmaydi, bekchiq kasallik va buning badinda deb ideya xizmat ishlasam-mu, faqatlam qo'yib etkisi yo'q. Xeyli ideya xizmat ishildim, bo'lsa yevatkisi va. Shuning bilan unda qilmang, buni yesingiz bo'lmaydi, og'rib qolasiz, buning badinda bekchiq kasallik va. Men nima desangiz beray deb yurib boshlarini silkib yurib buning. Oxir qattiqroq qo'pollik qilib yurib, oxir qo'yg'izdim buni. Shunda qarasam, kichik desa kichik emas, yo'g'on desa yo'g'on emas. Mana shunda ko'rayotganlardek shaparanka bu. Bu go'y yulduzning o'ta quki emasmi? Biz diqqat qilmagan paytdan foydalanib, pertliq ichib ketib, nakir ketganini topolmadik. Yulduz ikkimiz mana ko'ygininglardek hozir jiddiy izlayotimiz uyning bulung pushqoq sofaning ostlaridan tatib. Ammo lekin yulduz mendan o'ta jiddiy hozir. Mendan misol xafa, sen qochirayotding degandek qilib. Lekin bu bichara yanalam yulduzning o'tkir ko'zlaridan qochib qutulanmabdi. Safaning ostidan nerdan tutib chiqdiki, yulduz kirib ketib tep chiqdi ish qilib. Men yonda turib ideya xizmat ishlayotdim yulduzga. Yesingiz olmaydi, buning badinda bekchiq kasallik virusi deb xuddi mening gapimni tushundigandek bu yulduz. O'lga o'xshaydi deb shunda midrasam, qochmoqchi bo'lgandi, yanalam yulduzdan qochib qutulanmadi bu bichara. O'jju og'izni. Va beksatnimga bu shaparam. Taloq tashitayli bo'ldi. Bumbercan o'ltamayli.